Hammamizga Qirol Sher multfilmi tanish, begona emas. Bugun Qirol Sher multfilmi haqida gaplashamiz. Sizlar bilarmidinglar, Qirol Sher multfilmida Simbani amakisi bor. O'zbekistonda uni Scar deb tarjima qilishgan. Vaholanki u Scar degani inglizchada agar to'g'ridan-to'g'ri tarjima qilsa, o'zbekchada Scar degani yuzda mana tirtiq chandig'i Scar deyiladi. Rasmda ko'rib turganingizdek. Ya'ni bu yerda ham xatosini, ham foydali tomonini olamiz Scar obrazidan. Ya'ni O'zbekistonda qanaqa tarjima qilishgan desanglar, buni Scar, ya'ni chandiq so'zini to'g'ridan-to'g'ri Scar deb tarjima qilib qo'yishgan. Scar aka, bilasizmi? Bilmayman, bilishni ham istamayman. Agar Qirol Sher multfilmini ruschasini ko'rgan bo'lsanglar, ruschasida Scarga Shram deb nom berishgan. Эй, дядя Шрам, угадай. Я не опускаюсь до игр в угадайку. Ya'ni o'zbekchaga chandiq, ruschasiga Shram, inglizchasiga Scar. Yana bitta kino bor, Al Pachinoni, Tony Montana, Scarface, Litso со Shramом. Buni o'zbekchasi menimcha chiqmagan. Agar o'zbekchasi chiqqanda Scarli yuz bo'larmidi yo chandiqli yuz to'g'ri bo'lardi. Ya'ni bu yerda xato ketgan joyi shu, xato ketgan. Endi bu multfilm biz yoshligimizda juda mashhur bo'lgan va bunga Elton John kimligini aytsam, GPT короче. Xullas qisqasi GPT erkak bo'lib turib erkak kishiga erga tegan odam. O'sha odamni pianino chaladigan odam buni soundtrackini kuylagani uchun shu soundtrack ham juda mashhur bo'lgan. Bu yerda o'sha paytdan yoshlarga shu narsaga targ'ib bo'lgan. Endi bir xilla o'zini obunachilarini babuin bo'lishga chaqiradi. Lekin Sardor Biro armiyasi Zumer avlod babuin bo'lishga emas, asalari bo'lishga chaqiraman men sizlarni. Muhammad Alining mashhur gapi bor: "Parxay как бабочка, жал как пчела." Kapali kabi uch, ariga o'xshab chaq. Muhammad Alining jang stilini bilsanglar, kapaliga o'xshab aylanadi, lekin ariga o'xshab chaqadi. U jang stili shunaqa bo'lgan. Ya'ni nimaga Sardor Biro armiyasi asalari bo'lishga chaqiradi desanglar, asalari ba'zi bir gullaga qo'nar ekanki, tikonli gullaga, undan o'ziga zarar ingrediyentlarini olmasdan, o'zi vaholanki u gulda 70% zarar, 30% foyda ingredient bo'lsa, o'sha gulga qo'nib foydali ingrediyentlarini olib, zararli ingrediyentlarini olmas ekan. Kelinglar bugun Qirol Sher multfilmi Scar obrazidan, hattoki Scar obrazidan foydali narsani olib, zararli narsani chiqarib tashlaymiz. Ya'ni Qirol Sher multfilmidan bugun nimalarni zarar chiqardi desak, Elton John o'sha LGBTga propagandani yomonligini chiqarib tashladik va o'zbeklar Shram so'zini, Scar so'zini Scar qilib tarjima qilgan, ya'ni chandiq qilib tarjima qilmagan xatosini topdik. Foyda tomon nima desak, Scar shunaqa qahramonki, Simbani amakisi, Simba, men seni yaxshi ko'raman deb turib, Simbani oldida orqasidan sirtlonlarga gomqillaring deydi. Ya'ni tili boshqa, dili boshqa odamlar, ikkiyuzlamachi odamlar borligini, odamlarni bilan qanaqa manipulyatsiya qilishini o'rganib bilsak bo'ladi bu multfilmdan. Ya'ni ba'zilar xalqim deb turib, deb jarimalar joriy qilib tashlaydi. Yoki xalqim degani xalqum degan ma'noda bo'ladimi? Bilmadim. Bugungi video shu. Foydali bo'lgan bo'lsa like bosinglar, kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. Xayr, salomat bo'linglar.